Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, yana bugun mana Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan Og'abek ukamiz tashrif buyurdilar studiyamizga va mehmon bo'lib bizning xonadonimizda Kork sholg'usini, elektron sholg'u asbobini mana 600 xarid qilyaptilar. Assalomu alaykum Og'abek, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Gapiring endi, nima? Yo'llarda qanaqa keldingiz? Yaxshi. Kim bilan keldingiz? Dadam bilan kelganman. Dadangiz shu yerda mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Gap yo'q lekin xursand bo'ldik mana. Xonadonimiz mehmoni. Bugun mana instrumentlarni yangi pachka ochib beramiz. Programmalar qilib va buni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumaniga ketadi. Yoshingiz nechida? 13 ta. Og'abek 13 yoshdami? Ha. Demak, maktabni necha yoshda bitirasiz? 3 yil qolibdi maktab bitirishga. 13 yosh bo'lsa, nechinchi sinf bo'lasiz? 7 ko'taman. O'qishlar qanaqa endi? O'qishlar yaxshi. Kanikullda zerikmayapsizmi? Yo'q. Necha baholar oldingiz? 4, 5. 4-5. Nima fanga qiziqasiz? Shu ingliz tili. Ingliz tili. Muzika hobbimi? Ha. Janjal qilsa dadangizga, oberlinkalar chalamadingizmi? Mana deysizlar. Shunaqa janjallardan ko'p o'qib tursangiz, bundan yaxshi instrumentlar chalasiz. Aka, muborak bo'lsin, o'g'lingiz sog'lom qilyapsiz. Omon bo'ling aka. Shunaqa farzandlarning rohatini ko'rib yuring. Rahmat. Xudo xohlasa farzandlik siz farzandingizga bir instrument olib beryapsiz. Farzandingiz bu kelajakda yaxshi bir solih farzand bo'lib yetishganda sizga 1000 barobar Alloh taolo tomonidan, farzandingiz tomonidan qaytsin. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. Xudo xohlasa bu kelajak borlida bu farzandlarni. Chunki mana ko'zdan ma'lum, turishdan ma'lum, bo'ylaridan ma'lum, aqlligidan ma'lum. Xudo xohlasa mana O'zbekistonning kelajagi bu yigitlar, O'zbekistonimizning kelajagi bo'lishadi. Xudo xohlasa solih farzanddan bo'lishib yetishib, aqlli, xushli bo'lib, yurtimizga, elimizga manfaat tegadigan farzand bo'lib, solih farzand bo'lib yetishib yurganda, biz sizlar xursand bo'lib yurasiz aka. Rahmat. To'g'rimi? To'g'ri. Xudo xohlasa mana bu yog'iga instrumentlarni ochamiz. Qanaqa instrumentlar chalgansiz, Og'abek? Qanaqa instrumentlar chalgansiz? Birinchi marta chalishdingizmi? Ha, endi. O'rganganmisiz instrument chalishni? Endi o'rganyapman. Endi o'rganyapsiz. Ustozlar kim? Quvonch Omonov. Qoraqalpog'iston Respublikasida istiqomat qiladilar ular. Yaxshi. Quvonch akamizga salom aytasiz men nomidan. Xo'pmi? Salom aytasiz. Xudo xolasa biza ochamiz. Mana bu bolaga kim bo'ldi bu? Ha? Assalomu alaykum. Oting nima sening? Azodbek. Ozodbek va Og'abek. Bu kichkinasi farzandingizmi? Yo'q, katta farzandim. U kezdikmi mana bu yerda. Instrumentlar ham bor bu yerda. Mana hozir otishga narsa olamiz. Xudo xolasa mana ochamiz buni. Insoniklar ham kelgan mana. Bemalol insoniklar ham mana. Cassio'larimiz shu yerda bor, 700 lar bor. Rontiya aytdimiz mana. Ming har xil cholg'udan bemalol Og'abekga ochib beramiz. Mana olib turasiz. Og'abekga ochamiz endi. Og'abek, ochamizmi? Ochamiz. Ketdi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqinroq olasiz. Aka. Ana. 13 yoshda shunaqa instrumentlarni Og'abekga dadasi olib beryaptilar. Baraka topsinlar. Shunaqa aqlli, xushli farzandlarga bundan yaxshi instrumentdan chalsa bo'ladi. To'g'rimi aka? Omon bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi to'ylar qilinglar. Yaxshi kunlar bo'lsin, yurtimizda to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa nima deydi anu? Yaxshi to'ylarda san'atkorlarimiz xizmat qilishsin. Yurtimizda faqat to'ylar bo'lsa, o'shanda xursandchilik bo'lsa, xalq xushnudligi, xursandchiligi hammaga bayram bo'ladi. Aka? Xudo xolasa nima deymiz endi? Hamma iliq so'zlar emas. O'shang, Og'abek. Endi shu instrumentlarni ochamiz. Olib qo'ying anaqa. Mana salafanda ochyapmiz.
Salafanni ochaman mana. Yaqinroq oling. Mana. Og'abek ko'ryapsizmi? Salondan mashina olib chiqasiz-ku. Olib chiqasa, dadangiz, misol uchun Xudo xolasi katta bo'lganingizda esda qoldiring. Mana shunaqa salafanida eng yaxshi mashinani dadangizga sovg'a qilasiz. Telefonni o'chirib qo'yamiz. Eshityapsizmi? Mana sizga dadangiz salafanida, moyida klavish olib beryaptilar. Salafanida. Siz katta bo'lganingizda, yaxshi farzand bo'lib yetishganingizda, Xudo xolasa inshaalloh niyat qilingki, salafanida yaxshi mashina sovg'a qilaman deb, salonni olib chiqaman deb. Va'da bering. Nima qilasiz? Va'da beraman. Nima deb va'da berasiz? Salafanda yangi mashina olib. Sizga dadangiz yaxshi salafanda instrument olib beryaptilar, mana korobkadan ochdik. Siz dadangizga katta bo'lganingizda nima sovg'a qilasiz? Siz ham yaxshi mashina salafandan ochdik. Mana ekranga ketyapti. Xalqimizni oldida mana barcha muxlislarimiz oldida so'z beryaptilar Og'abek. Dadalariga katta bo'lganda yaxshi ishlarda ishlab, yaxshi eng oldi mashinani salafanida sovg'a qiladilar. Chunki salafanda klavish olib beryaptilar dadalar. Omon bo'ling. Niyatingizga teng. Menimcha endi bundan boshqa gapga hojat yo'q. To'g'rimi? To'g'rimi? Bundan boshqa gapga hojat yo'q. Mana. Mashinaning salafani bunda olasiz, kaltini berasiz. Tushing. Hurmatli obunachilarimiz, mana shunaqa gaplar. Nima deymiz endi? Yurtimizda faqat to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlar bo'lsin. Shunaqa solih farzandlar ko'payaversin, lekin telefonlarim juda chingillardi, o'chirib qo'ysak bo'lardi. Telefonlarimizni juda o'chirsak yaxshi bo'lardi. Fikrlarimiz chaqilib ketdi. Gap so'zlarni adashib ketdim. Kesmayman, qo'yaveraman gap so'zlarni. Bir xillar misol kesib yuborishadi-ku. Shu joyni minni qo'yaman. Mana jing'illagan telefonlar va miyali chaqilib ketgan joyni qo'yaman albatta. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni programma qilib beraman, bizlar kuzatishni davom etaylik. Bo'ldi, o'chiravering. O'chiring. Bo'ldi, shu.